Assalomu alaykum. Hurmatli vatandoshlar. Akmal Norqobilov Sho'rchi tumanidanman. Keksalardan eshitganimda mana sizlarga aytmoqchiman. Bu gaplarda 1987-yil 15-mayda otam rahmatli, ya'ni Normat Chorish Norqobilov olamdan o'tganlardan keyin joylari jannatda bo'lsin. Uyga keksalar kelardi. Duo patak qilgani kelardi, gurung berardi, eshitardim. Eshitganlarimda mana sizlarga aytmoqchiman. Alloh subhanahu va taolo 18 ming olamni yaratgan. 17.999 ta olamni yaratib 18 mingchi qilib toza to'proq, toza suvdan aralashtirib insonni yaratadiki loydan haykal qilib yasaydida, yaratgandan keyin lab yo'q, ko'z yo'q, burun bor, til yo'q. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, yaratdim seni deganda insonda mana shu labi yorilar ekan. Labi yorilib til gapirar ekan. La ilaha illalloh der ekan. Ya'ni sendan boshqa iloh yo'q der ekan. Allohni inson ulug'laganidan keyin Alloh subhanahu va taolo et bilan, mana bu et bilan go'shtning orasiga dam solar ekan. Ya'ni dam solganda 17.999 ta 18 mingchi qilib yaratganda shu 18 mingdagi xislatlarni insonga dam solib kirgizib yorar ekan. Dam solib kirgizib yorar ekan. Aqlni ishlating, fikrlang, keng doirali bo'ling, mulohazali bo'ling degan ma'noda dam solinadi. Alloh subhanahu va taolo 4 ta iloh kitobni, Zabur, Tavrot, Injil, oxirida Qur'onni tushiradi. Oxirida Qur'onni tushiradi. Qur'onni tushiradida Qur'onning da 12 ta suraning 13 ta oyatida 2 ta jumla yoziladi. Aqlingizni ishlating dedi. Ko'ryapsizmi? Aqlingizni ishlating deyapti.
Mana shu gaplarni men eshitardim, oqsoqollardan eshitardim, yoshi katta odamlardan eshitardim. Juda ko'p eshitganman bularni. Shu 87-yil kommunizm davri bo'lgan bo'lsa ham, kommunistik rejimda ideologiya avjida chiqqan taqdirda ham keksalarda qolgan mana shu gaplar. Tahlil qilib hayotimda mana ko'p voqeliklarni ko'ryapman, eshityapman, ko'p kishini ichida yuraman. Eshitganim, bilganlarim mana shu oqsoqollarni, mana shu o'tib ketgan oqsoqollar, joylari jannatdan bo'lsin, yaxshi taassurot, yaxshi fikr, yaxshi gaplar qoldirgan. Qarang, Qur'onni olingda shunday tafsiri chiqqan, yozilib, ana shu tafsirni Qur'onda olib o'qisangiz, tafsirini, tarjimai tafsirini o'qisangiz, albatta men bilganim Qur'onda 12 ta suraning 13 ta oyatida aqlingizni ishlatmaysizmi degan ikki jumla yozilgan. Allohning amri bo'lgan. Aqlda ishlatgan holimizda shunday qo'limizga bitta ruchka bilan bir qog'ozni olaylik tagin. Yozaylik. Ruchkani oling, qog'ozga yozing. Bitta mashina avtoulovni, qarang, bitta avtoulov 100 ming so'mga ya gaz quydiradi yoki bo'lmasam benzin quydiradi. O'rtacha hisoblang. 100 mingga yo gaz quydiradi, yo benzin quyadi, yoki bo'lmasam dizel yoqilg'isi quyadi. Chekni olganingizda, zapravkadan chekni shunday olsangiz, siz to'lagan 100 mingda ichida 40 12% deb qo'yibdi. Ya'ni 12% degani 100 ming to'layapsiz, shu to'lagan pulingizdan 12 ming so'm davlat solig'i ushlab qolinyapti. Siz hissa qo'shyapsiz. Davlat solig'i qo'shilyapti. Siz 12 ming so'mni davlat solig'i ushlab qolyapti. Do'konga kirsangiz ham 100 ming, 200 ming so'mlik mahsulot olsangiz, albatta chekni shuni oling, qarasangiz 12% deydi. Shu ushlab qolinadi. Endi bitta mashina hisobida 12 ming bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi bo'yicha millionlab texnikalar, million texnika zapravka qiladi. Har bittasi 12 mingdan davlatga soliq to'laydi. Har bitta texnika zapravkaning evazidan. Gaz quyadimi, benzin quyadimi? Mana shu neft mahsuloti, gaz mahsulotida hisoblaymiz. O'rtacha 100 ming deyapman. O'rtacha. Bir xil 50 ming oladi, bir xil 70 ming so'mga oladi, bir xil 100 ming oladi, bir xil 200 ming so'mlik, 300 ming, 400 ming, 500 ming so'mliklar oladi. Katta texnikalar juda ko'p summaga zapravka qiladi. Men o'rtachani aytyapman. Mana endi O'zbekistonda iqtisodchilarimiz bor. Soliqda ishlaganlarimiz bor. Hozir pensiyada, nafaqadagilar bor. Buxgalterlarimiz bor. O'tirib olinglardagi hisob-kitob qilinglar. Mana endi qarang, millionta o'rtacha millionta texnika zapravka qildi, 12 ming so'mdan to'ladi. Shu summani ko'paytirsangiz,
tubi ko'rinmay qoladi. Summani davlatga tushayotgan, davlatga soliq to'lanayotgan summaning tubi ko'rinmaydi. Tubi ko'rinmaydi. Kunliga agar onu 30 kunga, bir oyga ko'paytirsangiz, 30 kunga ko'paytirsangiz summa chiqadi. 30 kundan keyin 12 oyga ko'paytirsangiz yana summa chiqib keladi. Milliard, trilliardlab pul chiqadi. Nimaga uchun neft mahsulotlari, gaz mahsulotlaridan tushayotgan davlatga soliq, davlatga tushayotgan pullarda tubi yo'q deyotganimda sababini yaxshilab tahlil qilamiz. Agar mana shu summa yaxshilab taqsimoti yo'lga qo'yilganda edi, yo'l qurilishiga sarflanib yo'lga qo'yilganda edi, nafaqat shahar, qishloq, mahallalar, ko'chalar qolaversa, Odirdagi cho'ponlarning qo'toni bor, ana shu qo'tongacha asfalt bo'lib, qo'lning kaftiday asfalt bo'lib ketardi. Qo'lning kaftiday asfalt bo'lib ketardi. Pul taqsimoti, davlatning pul taqsimoti yo'lga qo'yilmaganining oqibatidan mana bir hafta emas, 2 hafta emas, 1 yildan beri, qolaversa 2 yil, 3 yildan beri xalqimiz yo'l to'g'risida qancha muhokama qilyapmiz. Shoberda hoji suyunib ana shundan kuyinib gapiryapti. Kuyinishida gap borki, ertaga mana shu xalq mana shunday ahvolda davom etmasin, ko'chalar asfalt bo'lsin, odamlarning uyida suv bo'lsin, hamma sharoitlar bo'lsin degan maqsadda gapiryapti u odam. Shoberdi hoji aka. Pul taqsimoti, davlatning pul taqsimoti yo'lga qo'yilmaganining oqibatidan Shoberdi hoji aka buni ko'tarib chiqyapti. Pulni joyiga qo'yib qo'ygan. Bu xalqning puli. U kelajak puli deyapti. Gapning ma'nosi ana shunga boryapti. Men ham gapirayotganimning sababi mana mahallamizda, Oftob makon mahallasida, Oftob makon Tamadun mahallasi, To'yla mahallasi, Jartepa mahallalari mana shu yerda ko'chamizda 51-sonli poliklinika bor. Adashmasam 16 mingmi odamga, 16 ming, 20 ming odamga xizmat qiladi. Shu yerda vrachlar, medik xodimlari xizmat qiladi. Ko'chamiz asfaltlanmagan. Kalaskalarda kelaveradi tosh ustida tiqir-tiqir qilib. Tasavvur qiling. Hali aytilayotgan, aqlni ishlatgan holimizda to'layotgan 12 mingdan 12% soliqda hali zapravkadan tushayotgan pulda sarhisob qilib shunday ko'tarsak, ko'tarib. Iqtisodchilarimiz bor, buxgalterlarimiz bor. Asosi negizda ushlagan bo'lamiz. Pul taqsimoti qayerga ketayotgani. Buni o'zini muxolifatchiman deb jar sochayotgan haliga 3 ta partiya liderlari chiqdi, shapatlab chiqdi. Buni ko'tarib chiqib parlamentda
5 ta siyosiy partiya bu talab qilish kerak. O soliqdan, moliya vazirligidan, yo'l qurilish vazirligidan bu ajratilayotgan pullarni sarhisob qilish kerak. Bu xalqning puli, siz bilan meni pulim. 37 million xalqning puli u. O otasini, onasini puli emas u o'tirganlardi. Bular sarhisob qilish kerak. Pul taqsimoti yo'lga qo'yilmaganining evaziga. Mana endi hozir mana aytdim mana hurmatli vatandoshlar, ichimizda xalqimiz iqtisod bo'yicha olimlar bor. Iqtisod bo'yicha professor, doktor nauk, kandidat nauklar bor. Iqtisod, buxgalteriya hisob-kitobi bo'yicha. Bir shuni mana shu masalani ko'tarib chiqaylik, qani? Shapat urib muxolifat partiya bo'lamiz deyotganlar ham salgina ovozgina bo'lsa ham qimirlab qoladi degan umidda gapiryapman. Ko'ryapsizmi? Mana shu narsani e'tiborga olishimiz kerak. Iqtisodchilar, olimlarimiz bor. Gapiringlar chiqib. To'g'ri, O'zbekiston televideniyasiga sizlarni chiqarmaydi bu. Bular chiqartirmaydi. Ammo lekin internet tarmog'ida chiqingda gapiring. Mana pul, mana iqtisod, taxmini qancha mashina, avtoulovlar, texnikalar bir kunda zapravka qilyapti. Bir kunda tushayotgan pul bu. O siz bilan bizning pulimiz. Ochib chiqinglar, o'tirmanglar. Buni ko'tarib chiqaversalaringiz, ko'tarilaversa o'zi yo'lga tushadi u. Korrupsiyaning o'zi bo'g'izlagan bo'linadi. To'xta, buncha pul tushayotgan ekan. Mana shu summani ko'tarib chiqish kerak. Mana iqtisodchilar, iltimos sizlardan. Men O'zbekiston farzandiman, shu farzandiman deb chiqinglar, iltimos sizlardan. Men aqlim shu anom yetmay qoldi. Sarhisob qilolmay qoldim. Men agronomman, lekin tahlil qilib, taxmin qilib, tahlil qilib chiqinglar, ko'rsam pullar qayerga ketyapti bu? Yo'llarda ko'rsangiz, Surxondaryoni yo'lini ko'rsan, sharmanda. Ozgina yo'lni qiladi-da, bir ikkita algilar chiqadi-da, maqtab yotadi. Hokim buvamiz bunday qildi, hokim buvamiz bunday qildi, prezident buvamiz bunday qildi. Dunyoda osmon o'par ko'priklar qurilib ketyapti. Birorta davlat rahbari yoki hokim yo vazir bormaydi. Yo ochilish marosimini ko'rsatmaydi. Tashqarida boshqa davlatlarda qurilayotgan ko'priklar, yo'llar birorta davlat rahbari borib ochib yoki bo'lmasam hokim borib tantana qilganini hech ko'rmaysan. Mana internetda ko'ryapsiz. Internet tarmog'i shunday narsa bo'ldiki, buni ko'rsangiz hayron qolasiz. Maqtanganiga o'ylayman. Hurmatli vatandoshlar, ana shu mana shu kunlik tushayotgan gaz, benzindan zapravka qilyapti. Men hali taxmin qilyapman, 1 million texnika deyapman. 1 million emas u. 2 million texnika, 3 millionlab texnika xizmat qiladi xalqqa. Juda ko'p. Ko'tarib chiqaylik, pul qayerga ketyapti ekan? Iqtisodchilarimizdan iltimos qilib so'raymiz. O'zicha muxolifat deb e'lon qilamiz degan partiyalar bir marta chiqdi, qaytib chiqolmayotibdi. Endi
qanday qilib chiqamiz deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Muxolifat qanday bo'ladi, nima bo'ladi? Chunki deganda partiya ochamiz deganlarni hammasini sindirib tamom qildi. Buni muxolifat partiya ochamiz deganlar sindirib tugatdi. Buni amaldagi hozirgi 5 ta siyosiy partiyaning ta'siri doirasida bo'ldi. Chunki deganda bir erkakda 4 ta, 5 ta xotini bo'lsa, 6-chisini olib uylanaman desa, 5 tasi rashk qiladi. Yoki bo'lmasa 2 ta xotini bo'lsa, 3-chisini olaman desa, 2 tasi rashk qiladi. Yoki 3 ta bo'lib 4-chisini olaman desa, 3 tasi rashk qiladi. Shunday. Bitta bo'lib 2 ta bo'ladigan bo'lsa, 2 ta ikkinchisini olmoqchiman desa, birinchi xotin rashk qiladi. Shunday. Mana bizda 5 ta partiya rashk qilyapti. Muxolifat partiyani ochishga qarshilik qilyapti. Bu partiyalar tugab ketadi. Bularda oxirgiga keldi bular. Bular keldi. Oxirgi instansiyaga keldi. Shuning uchun muxolifat bo'laman deb qoldi. Oxirgi instansiya qolganiku endi 35 yilda aldab keldi xalqimizda 37 million xalqni allab keldi. Endi bu yog'i juda qiyin bo'ladi. Chunki deganda xalqimiz mana chet ellarga chiqib ishlayapti. Xalqimiz ko'ryapti, ularning hayotini ko'ryapti. Nahotki deydi, biz mana shunday qilib yashalmaymiz. Shunchalik mehribon, mehmon do'st xalq bo'lamiz-ku, nimaga biz o'zimizda mana shu narsalar bo'lmaydi deb ko'p chet elga chiqib ketib ishlab mehnat qilayotgan yigit qizlarimiz aqlini ishlatyapti. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Dunyo tinch bo'lsin.